Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga Yusuf Xasrajevning qisqa bir hikoyasini o'qib beraman. Yusuf Xasrajev yomonlarga yaxshilik tilam. Kunlarning birida Yusuf Xasrajev yo'lidan o'tib ketib, bir yigitning aroq kayfi bilan onasini haqoratlayotganligini ko'rib, yoqasini tutgan holda ey parva degan u yigitni hayvonotdan odamga qaytarg'aysan, uning ko'ngliga insof degan ato qilaysan debdi. Bu chog'da Yusuf Hajibning yendagi to'xta yana biror bundoq debdi. Mahratim oz, uni ikki qachat urmay, uni hisobini tilgandiringmi? Yusuf Hajib unga shundoq debdi. Anasini haqoratlaguchi odam emasdi. Hozir u hayvonga aylangan. Uningga qilgan nasihat qumga sepilgan so'm. Uningga pachat silish qarab turibla maqta o'sgan o'sganlikdir. Uningga insof tilamakdan boshqa ne amal? Bu kayfiyating yong'onda pushaymon yeb, odamning yo'lini topsak ajab emas. Xo'sh.